Assalomu alaykum do'stlar. Kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun men aytib qanmaydigan, sizlar anglab qanmaydigan yana shu Uyg'ur xalq cho'ychaklarimizni aytib beray. Undaqda omoqlarimning quluqi menda bo'lsin. Cho'ychak zerak bilan zerikkak. Burunning burunusida ota buvam zamonasida boshqa ikki joyda biri yoshga to'lgan, biri boshqa to'lgan ikki odam bo'lgan ekan. Kichkining laqami zerak, cho'ngining laqami zerikkak ekan. Kunlarning biridan zerikkak shaharga sodiga mengibdi. Yo'lda ketib borsa, orqasidan bir otliq yigit naqsh etib kelib qo'shilibdi. Uning ismi Zerak ekan. "Assalomu alaykum" debdi Zerak. Zerikkak lomchim demabdi. Bular mengibdi. Zerikkak zeriksimi zerakka zodi qaramabdi. Yo'l zodi avmabdi. Axir Zerak: "Tog'a, yo'l uzrab ketdi. Heribmi ketdik? Yo'lni qisqartmaylimi?" debdi. Zerikkak hayron bo'lib: "Bu tetikсizlikni yo'lni qanday qisqartib bo'ladi?" deb xafa bo'ldi. Zerak: "Mening gapim tetiksiz emas. Xayr, o'zingiz bilinamisa" deb javob beribdi. Bular yana mengibdi, lomjim deyishmabdi. Safar yana kelishmabdi. Shunday qilib ketib borsa, bularga yo'l bo'yida toza o'xshagan bug'doyliqlar uchrabdi. Zerak bug'doylarga zo'qlanib qarab: "Tog'a, mushu bug'doylar dehqonning uyiga kirarmi?" deb so'rabdi. Zerakka xafa bo'lib terikib ketibdi. "Balli, aqlingga barakalloh, amiz dehqonning uyiga kirma, shuncha bug'doyni choshqon to'shib ketarmidi?" deb sakrab ketibdi. Zerak terikmasdan: "Gapning tegi choshqonda emas, choshqondami oshqonda?" deb kulimsirabdi. Zerikkak: "Bas, bo'ldi. Endi aytishma, qamlashmagan tepishma" debdi-da, uzoqcha gap qilmay mengibdi. Zerak yondab mengib: "Eningiz sizga hamro, zerikmang" deb asta yana kelishyapti. Shuna qilib, bular yana mengibdi. Bir qancha kunlar o'tganda bir shaharga yaqin kelibdi. Qarasa, bir to'p xaloyiq jinoz ko'tirib, chiroyida ham, ko'zlarida ham tuproq beshig'i ketib borgudek. Buni ko'rgan Zerak cho'nqur bir o'qtadi. "Tog'a, ashu jinozadagi o'likmidi, tirikmidi?" deb so'rabdi. Bu savol hammadan eshib tushibdi. Zerikkakning ochiqimi terlardan teshib chiqibdi-da. Ahmoqning bo'visi, mana endi chiqdi. Fuqa, seni bolam ekan desam, soqiling chiqib qopti. Qirib oljidim ekan desam, tehi yosh turasan. Lekin yosh bo'lsangmi dunyodagi har qanday ahmoqlardan eshib ketibsan-jimi? Jinozaga kirgan o'lik bo'lmay, tirik bo'lamdi. Xudoyo Parvardigor, ahmoqlarga yo'liqishdan o'zing saqlag'aysan" deb etini qamchilab qashqila turibdi. Zerak hayron bo'lib: "To'xtang, tog'a, to'xtang. Qandoqligi bo'lmasin, bir qancha kun hamsafar bo'lib qoldik. Qo'shlashmay ayrilish nomardlik. Uyingiz qoldiramsiz" debdi. Zerikkak to'xtabdi. Uy degan so'zdan bir narsani o'ylabdi. Rost, har qanday bo'lsa bir qancha kun hamroh bo'ldik. Endi uyimga yaqin kelganda tashlab ketsam sat bo'lar. O'g'u bir ahmoq, shunda bo'lsa-mu, uni uyga taklif qilib, bir piyola choy berib, ondan yo'lga salay degan xiyolga keldi. "Fuqa, endi ahmoqon so'zlaringni qo'yjimi? Mavu bo'lsa shahar, sening sarong'a o'xshash so'zlaringni xalqlar anglab qolsa uyat bo'ladi. Xayr, o'tgan so'zlarni tagimayli, safarimizning hurmati. Endi sen bizning uyga kirib, bir piyola choy ichib mong'ina, menga" debdi. Zerak: "Rahmat tog'a, ko'nglimni shunchalik istaganingizga. Men mushu bo'stonni biroz dam olib, solqin tusharga yaqin yo'limga tushib olay" deb Zerikkakning uyiga yaqin bir o'stan bo'yida qolibdi. Zerikkak yana bir taklif qilmayla zerikib, xayr debdi-da ayrilib ketibdi. U uyga berib chayni ichmayla astag'firullah deb xo'donishibdi. Xotini: "Yana nima astag'firullah?" deb qistab so'rabdi. Zerikkak: "Sen buni so'ramay, oshqi tutish qil. Men yo'lda bo'lgan bir ishga mushturqida uyda turibmi terikvotaman" debdi. Xotini: "Oshni qizim aytayotdi, yo'lda nemish bo'lganti?"
deb texmi qistabdi. Eri yo zerikishini bilolmay, yo terikishini bilolmay, axir zerakning yo'lda aytgan so'zlarini xotiniga bir-birlab aytib beribdi. Xotinimi: "Viyay, rostlajumu? Voy xudo, bu qanday gap bo'lib ketdi?" deb kulib ketibdi. Zerikkakning dunyolikda bari yo'q birlik qizi bor ekan. U nihoyatda sazgur, chechan, aqlli qiz ekan. U qiz tamoq qilg'ach, dadasining og'zidan yiliqi yigitning hamma g'alati so'zlarini anglayapti. Masligi kelib hayron qoldi. Uning ustiga dadasining gapining bir yeridagi o'zi bo'lmasa, burutlar amdi xat tortgan, nihoyatda iskatli yigitgan degan so'zlardan qiyomga yetib qolgan bo'yiga u tutashtiribdi. Dadasi aralab dunyoda shundoq ahmoqlar bo'ldi ekan degan vaqtlarda qiz "Yo'q dada, u nodon yigit" deb yana so'zni to'xtatibdi. Keyin o'zimni bir sinab baxsam deb ko'ngliga bir narsani pukibdi. Ardoq eshini dadasiga usib akirib beribdi. Andan har nima bo'lsa musofirkan-ku deb onasi bilan maslahat qilib, oshdan bir qacha usib, bir non bilan ustini yepib, qo'shnisining bolasidan yigitga avatibdi. Avatganda darvoza oldida bolaga yaqin turib asta: "Ukam, sen bu qizlarni o'zning bo'yidagi yo'lovchi odamga sili hamroh bo'lib kelgan kishining qizi ojam avatdi deb bergina. Nim deb berdi desa, osmonda yulduz to'liq, oy butun deb berdi degan. Oshni ichib bo'lganda qachini yondirib kelgin. Yanarda u akang sana nima desa, shuni unutmay menga aytib bergin jumo" deb obdan jekilib avatibdi. Bola yo'lda ketib berib, qochining og'zini echib qarsa, yumg'oq sutlik o'xshagan cho'jira. Ustida siyodaliq yumshoq non. U bolaning qo'rsqi ochliqdimi yo obdan ko'rganlikdimi ish qilib, eriq bo'yida o'ltirib cho'chiridan bir qancha neliq nonning yerim bilan yeb, qolgan yerim non bilan oshning ustini yana yepib, chandirma yeliqi yo'lovchiga opirib beribdi. Yigit bir xushal, bir hayron bo'lib, oshning ustini echibdi. Baladan heliq aytib bergan so'zni anglab, kulimsirab turib oshni ichibdi. Qachini qaytararda: "Ukam, rahmat-da. Amdi sen bo'lganda ochang nima dedi desa, ko'pdan ko'p rahmat. Yulduzgam oy yerim dedi deginjimi?" debdi. Bala ishning chinib qolmaganligiga xushal bo'lib, yigitning aytgan so'zlarini ochisiga aytib beribdi. Qiz kulib ketibdi-da, bolani yumshatib chiroyliqcha so'rabdi. So'raganda bala biroz qizirib, oxir yo'lda bo'g'ucha cho'chirdim bir qanchini, nonning yerimni yavilib, qolganini oborganligini aytibdi. Qiz andan yigitning aqlli, ziyrak yigit ekanligiga texim ishinib, qanday qilsam u yigitni bir ko'rarman deb o'ylab qolibdi. Qiz dasturxonni yig'ishtirayotganda dadasi yana yilqi yigitning gapini qilib kelib, so'zining oxirsida: "Dunyoda shundoq mahbuqlar bo'ladi ekan" deb kulibdi. Qiz endi turolmay: "Dada, kulmang-a. Men u yigitning so'zlarining tagiga yetdim. Siz ma'qul ko'rsangiz aytib bersam, u yigitning so'zlarining hammasi shundoq joyida ekan, nihoyatda ma'nilik so'zlar ekan" debdi. Ata qizning so'zini anglamay yana zerikibdi. Hayron bo'lib, terikibdi. Mana onasi, so'zlarini birla anglabla uning ahmoqligi bu qizimizga yo'qibdi" deb kulib ketibdi. Ana: "Qani to'xtab tursizlar, anglab baqayli. Qizimizmi bir narsani bilib aytgandi" deyishiga ata: "Ha, ahmoqlik deb sangami yo'qibdi ekanda" deb teximi kulib ketibdi. Qiz o'z gapidan yanmay teximi chingib: "Ota, meningmi so'zimni bir tinglab boqsangiz bo'lmamdi" deb iltijo bilan yelinibdi. Ata axir: "Hayır, qani donishmand bo'lsang, shu so'zlaringning ma'nosini senmi bir aytib boq" debdi. Atasining ruxsatini elish bilan qiz: "Yo'lni qisqartmaylimi degini, hikoya cho'chak aytishib mungdishib mangayli degini, ashu bug'doylar dehqonning uyiga kirarmi degini, bug'doylarga amgak bilan shuncha o'xshabdi. Endi uning usuli kuzda boy xo'jamlarga qarzga, qolgan qotqini ambal bilan rammolga ketib dehqonga yana hech nima tegmay qolarmi degini, jinozadagi o'likmidi, tirikmidi degini, shu o'lgan kishining bolalari bormidi, yo bo'lmasa orqasida qolgan yaxshi kishilarmi yo'q, obdan ishlarmi yo'q, haqiqiy o'likmidi degini"
deb javob beribdi. Ata bu qitimqi gaplarni zerikmay anglagani uchun qizi qilgan so'zlarning ma'nosiga yetib qoyil bo'libdi. Anamu qizining so'zlari ko'ngliga yiqib, "Voy jinim bo'tam, aqlingdan o'rgansin anang" deb bag'riga besibdi. Shu yerdan ata o'stan bo'yiga berib, "Inim, sen Xizr qo'shgan amrosh ekansan. Kechir, bilmay qoptiman jumu" deb uyiga boshlabdi. Bir necha kun mehmon qupdi. Qiz texmi xo'sh bo'lib ketibdi. Bir kuni yigit, "Amdi men o'z yurtimga kelsam" degan ekan qizning ota-onasi. "Jinim bolam, amdi sen yolg'iz beshingni ilib nega borasan? U yurt, bu yurt, baribir o'z yurt. Amdi sen bizga o'g'il bo'lib qolg'in" deb peshonlarga suyib ilib qapti. Umaqlarim, aqlli qizning boyqishi bilan zerikak terikakligidan zerakning yo'l bo'y degan gaplarining ma'nosini aniq tushunolmay, uning intayin yaxshi hamroh ekanligini bilmay qolganligini oxir tunib yetdi-ya. Biz zerakakka o'xshash terikak, tarsa, jilxo'r bo'lmay, zerak bilan qizga o'xshash aqlli, xushchaqchaq bo'laylik-mu? Undaqda bugungi cho'chigimizni mush yergacha aytib beray. Oxirda Dilola hadanglarga agishib, tuvandagi balalar qo'shqini o'rganinglar, ha? Balalar qo'shqi urushma chujam. Dan talashib jon chujam, do'stlar bilan urushma. Hech kim yaxshi ko'rmaydi, do'stlar bilan so'qqisa. Urush qalla o'ynamasin, bizning o'ylar baqchada, do'stlar yayrab o'ynasin, aniq o'tib doima. Kichik shoirlar kashf bo'lib ketibdi. Amis bugun bo'ldir, uxlanglar jumo. Tatliq tushlar sizlarga mira bo'lsin. Zaman şundaq tarih